Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda Urganch shahri 4-dahada Prezident domining 3-qatidan yangi ta'mirlangan 4 xonali kvartiramiz ijaraga chiqdi. Eng asosiy lokatsiyasi Xorazm Umrat jamiyati Do'rmusda joylashgan ekan. Bu tomonda esa 10 ming so'mlik shop, bu tomonda Nukistanka Olimpiya stadioni chorrahasini ko'rishlarini imkon bo'lachilamiz. Siz chanlar bilan Toshkentdan kuzatib o'tsak. Hurmatli mijozlar, kvartiramizni to'liq tushuntirib o'tsak, yangi ta'mirlangan 4 xonali hamma sharoitiga 2 oylab bemalol sig'adi. Xullas hamma majmuasi yangi, ajoyib chiroyli remont qilingan, chiroyli bito texnikalar döşadigan gilamlarimiz, xullas mebellarimiz ham yaxshidan qo'yilgan. Menimiz giroshimiz rakoynamiz, kilitlarni ahamiyat bersagina. Berimizga datchikli oynalardan qo'yilib o'tilibdi ekan. O'ngimizda spaynimiz, eshiklarimizdagidek high-tech variantda eshiklar qo'yilib o'tilgan. Atachun to'qili oboy patoqlarimiz ham chiroyli o'tirgan, ledlar, galogenlar qo'yilgan. Ish qilib bir oilamiz izzat yosh beradi. Sanuzilimizdan ahamiyat bersak, yine sanuzilimizda bu yerda rakoyna unitaz, tahorat qiladigan bor. Vannamiz 1.30 lik, aristonimiz, dushoyimiz, suv shirkalarimiz ham bor ekan. Benimizda endi ikkita o'g'il, ikkita qiz bo'lsa, bemalol arkasini adini karavot qo'yilgan. Shkaf, beram konditsioner, balkonimiz bor. Benimizda 3 maktab, 3 bog'cha bor. 27-28 30 sonli bolalar bog'chasi, 18-19 sonli o'rta maktabimiz hamda muzika san'at lisey bor xullas. Dükanlarimiz şurada eng trend dükanlar, Jasmine dükan, Emine dükan, Adina dükanımız, Arsenal dükan, Palon dükan hammasi şurada. Olimpiya stadioni şurada joylashgan. Shaharning qoq markazi desak ham bo'ladi. Fitness klublari ham şurada joylashgan ekan obunachilarimiz. Endi asosiysi oshxonamizni ko'rsatsak, Wi-Fi'larimiz ham bor. Benimizda katta jimli mehmonxonamiz, eshiklarini ham shu qaronlashli eshiklarimiz. Stullar geldi bir de neyten yana bir addenli geldi turistki. Smart rizollu, yani chiroyli o'tilgan obunachilar. Balkondan genget açıp qo'yilavergan Citronik inverter konditsionerimiz bu yerda. Oynalarimiz ham har xil variantda ochiladigan oynalardan qo'yilgan. Mexanizm yaxshisidan qo'yilib o'tilgan. Endi oshxonani kuzatib o'tsak, oshxonamizda ham hamma sharoitlarimiz bor ekan. Egasi yaxshi inson, yani jing emas, gelip getib bezot etadigan emas. Yine oshxonamiz, ko'xonalar, patoloqimiz o'tilgan. Benimizda mollar svet, bonimizda nikel svet, moykamiz, mikronovkamiz, bu yerda ajoyib Beko firmani kirmoshini, idish tovoqlar, kulur apparatlarimiz ham, gaz plitamiz, Loreto firmani vitechkasi ishlab turibdini ko'rishlar mumkin. Endi benimizda barimiz ham o'tilgan ekan. Bu yerda yine konditsionerimiz, eng afzalligi polchalarimiz, texnikat yo'llarimiz ham bor ekan. Kladopkamiz ko'rishlar mumkin. Bu yerda yine kershka, piyaz, banka, sanka xullas oziq-ovqat qo'ymoqqa bor. Eng lokatsiyasi obunachilar ko'rishlar. 10 ming so'm do'konlar orqasidagi Prezidentskiy dom. Xullas ajoyib. Vitechkani bir ishlatib ko'rsatamiz, yine ishlatib turibdi. Skorsda üst skors yine. Zafercan'dan dostumuzda kvartirasi. Şundan narxına gezek, asosiy narxi $600 ekan. Prezident zonunun 3-qavatında. Общий kvadrat metrine gezek 170 metr kvadrat. Sato koyumuzda fakat icra $600. Bemalol bağlanırsa her doim dik nominle eslatib o'taman. 91 423 06 06 99 074 46 41 bilan aloqa chiqarasizlar. Reklama xizmatlari bo'lsa bemalol telefon qilinglar. Yaxshi insonlar ko'p berishga harakat qilamiz. Sog'lik, sog'likda görüşünce. Hammamiz ishlarimiz o'ngdan kelaversin.